Bobomning aytib berishicha, zaminimizning bir chetida havosi sof, yop-yeshil libosdan to'n kiygan, ikki tarafida xislatlik daryosi bor bir shahar bo'lgan ekan. Bu daryolarda har xil qimmatli toshlar eqib turdi ekan. Bu shaharning yana bir yezisi bo'lib, bu yezning kishilari millatimizning oq ko'ngil, mehmondo'st, ishchan va o'zaro yordam berishdek esil fazilatlarini o'zlariga jam qilgan ekan. Bu yezda ham bilimlik, ham taqvodor bo'lgan bir mo'tabar kishi o'tgan bo'lib, u yezdagi qarindoshlarining har xil da'vo dasturlarini odil bir taraf qilib berdi ekan. O'ngidimi, tushidimi, qavmi qarindoshlarining g'amini yeb, ularga biror ish qilib berishni o'ylaydi ekan. Hamda yezdagi kambag'al, yetim yesirlarning beshini silab, al jamoatning hurmatiga erishir ekan. U mo'tavarning ikki o'g'li bo'lib, cho'ng o'g'li intayin itoatman, dadasining sizg'an sizig'idan chiqmaydigan, gap anglaydigan bola ekan. Kichik o'g'li bo'lsa, kichigidan yaxshi o'qimay, sho'xlik qilib, dadasining degan yeridan chiqmaydi ekan. Keyin u mo'tavar kishining kichik o'g'liga g'azab etishib, uni uydan qo'g'lab chiqardi ekan. Shuning bilan u mo'tavar jamiyatida nurg'un qiziqarli, ta'sirli hikoyalar yuz berdi ekan. Bu hikoyalar hozirmi shu yezdagi kishilar og'zida tarqalib yuribdi emish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Teshkatlar. Jamoat. Tektirishiblar. Salomat turiblar. Xudoga shukr. Tinchlikmi? 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 Tinchlikmi o'g'jam? Xudoga shukr. Tinch turiblar. Tinch turiblar. Tinchlikmi? Taqdi veraylik. Taqdi veraylik. Qani bolalarım.
Aba Bekri, Xoş. men qachonmi orzuimga yetaman? Qachonmi? Qandaq arzular bar edi, hocam. Bu qarindoshlarimizni ko'rsamla, bularga atab bir haqsiz davolaydigan shifoxona ichib qo'yg'im keladi. Biroq bu orzuim bo'lib qolmasidi deyman. Elimo jih yaxshi qilyaptilar, hocam. Bu arzularımı amalga eshib qala. Qani, o'ykarilik. Xoş. Hocam! Hocam to'xtatdilar! Hocam! 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 Nima ish bo'ldi, Savut? Hocam! Mening qizim Qizdirg'ining bo'ldi. Davasila. Texi tunugilla qizdirning to'yini qilib qo'ygan-ku. Abdulla o Abdulla? Abdulla degan kim u? Eyliqi Ahmet Borek'nin oğlucu. Şu Abdulla. O güne toy şundaq retlik obdan ötküzülgende. Abdulla kızımızını çıraylık yotkep ketkendi. Biz mi kudretimizden yetişçe toy kaydısını kılıp kızımızını yolga sep koygan. Mana emdi kızımız kaçıp kepti hocam. Yüz gözlü kögül olmaydı. Onu hayvanla urgandak uruyutuptu. Kızımız hatta meni mi tanıyamaydıken? Hocam, emdi kızımızı ben kandak kılımen. Ben bu yazıda yüzümü kandak götürüp jüreyim hocam. Biz bir kolu kıska dehkan bu işne emdi kandak kılamaz. Özleri bir yardım kısılar hocam. Savut qisila. Aba Bekri, Ha? Abdulla degan kim? O tüvenki meğeldiki Ahmet Borek'nin oğlu. Nereden kelgan nima u? Ben okumaydıken ben hocam. O yeniden kep kalgan eski bir lükçek hocam. Savut, aldırmasılar. Aba Bekri. Ha? Sile, ma Savut başlık bir neçe adamni elip, Abdullah'ını tepip, daraxt uyudu meni saqlasılar. Obdan Hazır hocam. olasılar. Makul. Tez bo'lsin. Yürüsle. Hocam! Hocam! Özlerini birisi izlep kepti. Sizlarga deydigan bir iltimosim bor deydi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Assalomu alaykum. Men oldinlarga shundoq bir tanglikda keldim, hocam. Mening bolam oliy maktabga o'tgandi. Shu bolaga iqtisodiy jihatdan qiynalib, u yoqqa berib, bu yoqqa berib, oxiri hech amal topolmay o'zlarini qishi keldim, hocam. Yordam qo'llarini sungan bo'lsalar. Oliy maktabga o'tganmidi? Shunda. Xotirjam bo'lsinlar. Men Rahmat sizlarga. jazma yordam qilaman. Rahmat, hocam. Balla oliy maktabda o'qisa, menda xush bo'laman. Rahmat. Qani, o'ykiraylik. Bu yaxshi ish bo'pti. Bek baland ish bo'pti. Rahmat.
Muhammed, Ha? şehirden aziz mehmonlar keladi. Qora joylarni obdan tozalab qo'ygan. Ular mush uyda turadi. Ma'qul aka. Yenge, shaharda mehmon kelamda. Ukam, buni so'rab nima ish qilasiz? To'g'ri. Akangiz nima ish qilib buyursa, shuni qiling. Menga. Shahardan qandaq mehmon keladi ekan? Bilmedim. Aziz mehmon deydi g'o. Mehmon deganning hammasi aziz bo'ladi. Shahardan biroz kelib qolsa, biz ularni kutamiz deb holimizni ketib qoladi ekanmiz. Mening ular bilan zodil xushim yo'q. Agar sen shaharga berib qolsang, ular avval sendan tinch amonlikni so'ramay, aksicha nima ishil kelding, qancha kun tursan deb so'raydi. Bak qahvash haq u. Shun ular bilan xushim yo'q. Ularga bak o'shib ketdim degina. Voy Xalchxon. Nim balangni yig'iltsa, Nim deb yig'laydi, iman deb yig'laydi. Bu balniza. men berib imitib olamsa. O'ylaringga biz qarab turaylik. Hay qo'ychi. Hay qo'ychi. Yo'lni bo'shdim. Bizni demidi, qo'ylarni davatidi. Sizlarni da'vatmen qilvala. Qulqinlar anglamadimi? Bizning qulug'imiz anglaydi. Biroq qo'ylar buni bilmadi. Buni tushunamsiz kalvaqqiz. Tag'a, siz berib qo'ychilarga deng, ular yo'lni bo'shatsin. Ma'qul. Men tushib, ularga o'zimday. Ag'inlar. Bu qo'ylarni uyga olib ketyapsizlar yoki yangi kelinni yo'tkab ketyapsizlar? Yangi kelinni qanday yo'tkaydi? Buni biz bilmaydi ekanmiz. Chunki biz tek to'y qilib baxmagan. Ha, bundaq ishlar bo'ytaqlarning qo'lidan kelmaydi. Qarab turinglar, ha? Men qo'ylarni qanday haydaydi ekanman, ha? Tag'a, nima ish qilyapsiz? Tez bo'ling, ha? Tez bo'ling, ha? Oy xinem, bu qo'ylar tag'ning kiyiga emas, odamni ko'z qochadigan. Hey, ukallarim, bu qo'ylarni nega gapmandinglar? Injenerlik maktabi tizimlatqili. Hey, ukallarim, meni kalva chaqlayapsizlar nima? Bu yo'l bilan taxt ko'rik yesiga bog'liq bo'ladi-ku deyman. To'xtang. Taxt ko'rik yesiga nima qilib borasiz? Men u yerga berib, 2 tuyoq kala setib olib, maktabda o'qitib, savodini chiqarmoqchi. Unda o'schi, siz bu yo'l bilan u yerga boramaysiz. Chunki oldi tarafni so'yib ketdi. Shunga siz keyningizga 10 kilometr yenib, o'ngga burilib, ondan so'lga burilib, o'ngga burilib mangsangiz, onda yetib borasiz. Hey, yo'l buzuq ekan. Mashinani keynimizga yondirib, aylanib maqsaq, ondan bag'idaymiz. Ularni o'tirib Avu qiz bizni qo'ychi kalva deydi. Qeri bo'lsa bizni kala deydi. Bu shaharliklar yezimizni jiqroq aylansa kalisi sagdab qoladi. Yura, yo'limizga mayli. Ay, dada, apa keldinglarmi? Qizim, bu yer bo'lamdi ekan, ha? Bo'ladi ekan, bak yaxshi ekan. Qani uy kiraylik. Muhammad, Ha? somkalarni uyga kirib. Bo'ladi. Qizim, xo'jamni ish qilib buyuryapsan-ku. Nima, xo'jam? U bu uyda ishlaydi ekan-ku. Bu uyda ishlaydi ekan? Uning chiroyi Habibulloh xo'jamninkiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi-ku, ha? Siz Habibulloh xo'jamning o'g'limi? Mana ishni ko'ring. Siz nima deb bu somkalarni ko'tarib oldingiz? Sizlar mehmon bo'lgandik. Aytiling o'g'lim, bu somkalarni men olay. Bu Siz bu ishlarni qilib yursangiz bo'lmaydi o'g'lim. Siz berib aytki qutlug' kuniga tayyorlik qiling. qutlug' kun. Nima? Siz tek bu ishlardan xabarsizmi? Ayt sonlangiz bilan o'g'limga choy ichkizdigan qutlug' kun.
Qani mehmonlar ağaç o'ltirsizlar. Qani elisizlar, elisizlar. Qani o'zlarim elishqa Elisizlar, elisizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvollari? Abay açmay kelishiblar. Qani, O'tirsizlar, yuqori o'tirsizlar. o'sizlar. Qani. Qani, o'tirsizlar, o'tirsizlar. Qani xo'jam. Mehmondan kelsin. Amin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Qanday ahvollari? Abay açmay kelishiblar, obdan kelishiblar. Qani, o'tirsizlar, o'tirsizlar. Alaydan kelganda oldilarga chiqamay qapdiq. Hech qisi yo'q qudam. Hürmetli qudam. Toyning tayyorligi asosiyatdan tutib qoldi. Ballarning beshini o'ngshab qo'yishga qaysi bir qutlug kunni tanlaymiz, buni o'zlari belgilab bersinlar. Rahmat xo'jam. Bu ishni eng yaxshisi o'zlari belgilab bersizlar. Qizlar, Muhammad hocam qani? Bilmaymiz. Kichik tog'am cho'ng dadamning oldiga kelolmaydi. Nimishqa? Cho'ng dadam uni kesil xafa bo'ladi. Dadam singlingning to'yini tuyuqsizla o'rlashtirdi. Men sening bu ishlarni bilmaydiganligingni bilmabdiman, bolam. Men bilsem bilmesem, işler öz yolida meni verdi apa. Men faqat mushu uyda turdiganligimni bilaman. Men xizmatchiga o'xshash tursam, xizmatchiga hamma ishni deb yurishning hojati yo'q. Apa, men o dunyodami sizlarni apa, dada deb yursam deyman. Apa, men bu dunyoda erishamagan muhabbatga balkim u dunyoda erishib qolaman. Bolam, jinim bolam. Xo'jam, mundaq bir ish bor edi. Boshqacha o'ylanib qolmag'ayla. Davaslar. Xo'jam, o'zlarining ota-bobollari hammasidagidek Makka Madinani tavof qilib kelgan hojilar edi. O'zlari kelganda demakchi bo'g'inim, ballarning ishlari bekitilib bo'ldi. Bu ish azroq kechikisimi hech qisi yo'q. Bu ishda bizning o'ylaydiganimiz o'zlari oldi bilan Makka Madinaga berib bir tavof qilib kelgan bo'lsalar, xushalliq ustiga xushalliq bo'lib, ikki qutlug kunda to'y marosimini qilsaqmikin deymiz. Bundaq bo'lganda ota-bobolarimizning ro'yimi uy ichi ham sirtidiki hammamizning xushalliqda beshimiz osmonga taqashgan bo'ladi. Albatta, o'zlari buningda xarajatdan qisilmayla. Mening deydiganim mushu o'g'ijam. Qani, choy sizlar. Xo'sh. Qudam. Men sizlarga mundaq bir rivoyatni so'zlab beray. Burun bir mahallada bir kishi o'tgan ekan. Uning 9 tal. Hech nimadan qisilmaydi ekan.
O bütün ömrüde tapqan təginni özünün uluq arzusu bolğan hej tavapqa yığıptı. O kişi həmmə təyarlıqlarını püttürüp, mağmaq çöp durğanda, onun məzlumi oxşıған bir vaxt tamaq etip onu uzutup qoymaq çöptü. Biroq, o məzlum öydün bir baş piyaz tapanmay, qo'shnisinin uyiga piyoz so'rab chiqibdi. Ularning qo'shnisi bo'lsa, intayin kambag'al. Uylari o'tmitish ko'p ketgan. Birigi topsa birigi yo'q. Biroq ularning birli qo'yi bor ekan. Oldingi kuni kechda ularning qo'yi to'yiqsiz o'lib ketibdi. Şoňa ola qo'yning go'shini vaqtida tozalab sho'rpa sapdı. Aile boyunca bununla eğiz tigip oltağanda, qo'shnisi bo'lgan mazlum bu uyga piyoz so'rab kiribdi. Ular qo'shnisi so'ragan piyozni berib, o'zlari g'izoni yeyaveribdi. Bununla qo'sig'i ko'pgan mazlum ko'ziga yosh elib, uyiga berib, ishni boshdan oxiriga so'zlab, kelib yig'lab ketibdi. Burundan tatib bizden hemminimini so'rab kelgan av yo'qsul bugun bir sho'rpa ichibdikan. Tamoq ustiga kirib qolsammi, meni tamoq taklif qilmadi deb qattiq yig'lab ketibdi. Buni anglagan o kishi qattiq xafa bo'lib, qo'shnisining uyiga kiribdi. Bo'lgan ahvolni boshdan oxir so'zlab, qo'shnisining mazlumiga qilganlarining to'g'ri bo'lmaganligini aytibdi. U yo'qsul debdi. Biz yegan go'sh bizga halol. Lekin sizning mazlumlarga harom. Shunga men g'izoga taklif qilishga petinamadim degan ekan. O kishi damalliqqa bu so'zni tushunamay qarab turibdi. Yo'qsul gapini davom qilib, bu asli bizning birla qo'yimiz edi. Akşam tuyuqsiz o'lib ketib qoldi. Oilda yeydigan narsa bo'lmaganligi uchun biz go'shtni tozalab sho'rpa qilgan. Sizlar o'zlarimi bilalar. Shariatda bundaq malning go'shi bizdek yo'qsullarga halol. O'zlaridek 9 tel kishilarga harom deyilgan. Şoňa men mazlumlarga bu go'shni zo'rlayapmadim. Meni kechirsilar deb javob beribdi. Buni anglagan qo'shnisi uyga qaytib chiqib, tavapqa tayyorlagan barliq mol-mulklarining hammasini eliqi yo'qsul qo'shnisiga xarj qilibdi. O yo'qsulning uy makon, mol-varollarini to'liqlab beribdi. O'zi hajgim bormabdi. Xo'sh. Bir kuni uning tushida qaddi qomatlik, muhisbit bir kishi ayon bo'lib, uning tilovatining qabul bo'lganligi to'g'risida bishorat beribdi. Hürmetli Qudam, men öz makanımdaki, muşu tuprukımdaki, ani yurtumdaki, öz qarindoshlarımning chiroydagi tabassumni ko'rsam, bo'libmi? Ashu yo'qsullarning chiroyida kichikkina tabassumni ko'rsam, hajga borgandek bo'ladi. Hajga borgandek. Men qarindoshlarimga tehi hech nima qilib beramadim. Hech nima. Agar qudratim yetsa, mushular uchun haqsiz shifoxona, bolalar uchun haqsiz maktab soldirib egim bor.
Biroq men mushu ishlarning mening orzuyim bo'lib qolmasligini umid qilaman. Xudo. Ballarning beshini o'ngshab qo'yishmi? Hajidek ulug' ish. Shunday emasmi? Aka, yaxshimisiz? Nima? Men siz bilan Muhammad xo'jam to'g'riliq so'zlashgil kelgan edim. Nima ish qilmang bunda qaraysiz? Ta mushkamgacha Muhammadni hech kim xo'jam deb baqmagan. Qani ayting, siz nimani bilmoqchi? Xo'jamning cho'ng o'g'li xili o'qimishli odam ekan. Xo'jammi shundaq? Bilmadimkin, nima ish Muhammadga boshqacha muomala qiladi. Muhammadmi uning o'g'li-ku. Shundaq, o'g'li. Biroq xo'jam uni hozirgacha o'g'ildek ko'rmaydi. Nima ishqa? Muhammad kichigida maktabda o'qiydi. Lekin o'qishi bek nachar edi. Imtihonda doim 0 oladi. Xo'jam uning imtihon qog'ozini ko'rib, uni doim uratdi. Shuning bilan u imtihon qog'ozini 100 qilib yetdi. Lekin berib yana tayoq yeydi. Chunki Muhammad 100ning keynidan necha 0 borligini bilmaydi. U ba'zida 1ning keyniga 3-0 qo'yib qo'ysa, ba'zida 5-0 qo'yib qo'yadi. Ish qilib Muhammad o'qishga faqat qiziqmaydi. O faqat Gulsum uchun maktabga boradi. Gulsum? O kim? Gulsum, xo'jamning yaqin birodarining qizi. Ota-onasi kichigida olamdan o'tgan. Shunga xo'jam uni o'z qizini boqqandek beqib cho'ng qilgan. Muhammad bilan Gulsum doim maktabga birga boradi. Muhammad Gulsumni yaxshi ko'radi. Gulsum bo'lsa, o'qishni yaxshi ko'radi. Biroq Muhammad Gulsumni doim o'yinga zo'rlaydi. Shuning bilan Gulsum maktabda yaxshi o'qiyolmadi. Keyin xo'jam Gulsumni shahardagi maktabga olib bordi. Shuning bilan Gulsum bilan Muhammad ayrilib ketdi. Muhammad Gulsumni o'ylab doim xomush yuradi. U har haftaning shanba, yakshanba kunlari shaharga kirib, Gulsumni yo'qlab chiqardi. Bo'lib yana kapsizg'u. Yo'l yaqin bo'lmasa. Sizni bek seg'inib ketganman. Qarang ko'zlaringizga, yolg'on aytmang. Mushkullarda sizga zodi nim bo'ldi? Boshqacha bo'lib qoldingiz-ku. Oldingi 2 qitim kelgandimmi? Burunqi Gulsumni ko'ramagandim. Bu qitim burunqi Gulsumni ko'raman deb kelgandim. Biroq uni yana ko'ramadim. Nimalarni deydigansiz? Siz meni o'zingizga o'xshash bekor yuradigan chaqlab qoldingizmi? Mening maktabim bor, bir o'quvchi tursam, darslarim bek ig'ir. Siz meni nima chaqlab qoldingiz? Meni o'qig'il qo'yamsiz yo'q. Sizningcha men bo'ldilar. Kechda darsim bor. Darsga tayyorlik qilsam bo'lmaydi. Gulsum, sizga zodi nim bo'ldi? Men sizni yaxshi ko'raman. Buni obdan bilsiz-ku. Siz nima ish tuyuqsizlar? Bo'ldi. Yana qaytadan boshlag'ila turdingiz-ku. Muhammad, xo'shib qalay, kelar hafta ko'rishaylar. Kelar hafta siz bilan cho'qib ko'rishiman. Hozircha o'til yeziga keting. Bo'lamdi, ha? Ma'qulmi? Siz bilan kelar hafta ko'rishiman, ha?
Gülsüm. Men sizden faqat birli savol so'rayman. Faqat birli. Siz meni yaxshi ko'rganmi, ko'rmaganmi? Yaxshi ko'rib boqmagan. Uni oldimi? Bundan keyin uning chiroyida bir g'amkinlik yo ko'zida bir tab jash ko'rib qolsam, seni kechirmayman. Hargiz kechirmayman. Kördünmü? Sen kördünmü? Sen körüp duruvatsan, hemmini kördün. Çünkü hemmini uğurlaştırgan sen. Menin takdirimge nimelerini uğurlaştırdın. Yani nimelerini uğurlaştırdın. Gülsüm. Gülsüm nim boldu? O nimişqa özgürüp ketdi? Men qaysi qilgan gunoyim uchun muhabbatning jazosiga uchrayman. Muhabbat degan sadoqat tushunishdi-ku. Buni sen bilsan. Qani bu tushunish? Qani bu sadoqat? Sen nima uchun sukut turib olasan? Nima uchun? Ey rahimsiz Derya. Sen bizning g'ubarsiz muhabbatimizning guvochisisan-ku. Neymişki gap qilmaysan? Sen mening muhabbatimni ashu rahimsiz to'lqinlaringda yiqitib ketmoqchimi? Vafosiz dunyo. Sening menga Gulsumni berganligingdan mamnun edim. Razı edim. Meni dadamning muhabbetidan ayırdım. Hem de Gülsümning muhabbetini mi ilip ketmekçimi? Hep Gülsüm, hep.
Gülsüm. Belkim Gülsüm'ün qığını toğurdu. O şunçı çıraylık, şunçı mulayim. Şoň yaxşı turmuş keçirişke münasip. Münasip. Onun meni tanlamagını belkim toğurdu. Hayır. Bəxtlik bol Gülsüm, bəxtlik bol. Qədirlik tağ. Köyümcan derya. Sevircan alem. Əmimiz Gülsüm üçün bəxt diləyli. Bəxtlik bol Gülsüm. Bəxtlik bol. O mening yüzümni tüküdigan bo'ldi. Hadi sizlar bekor talablar bilan yurgan. Endi bo'lsa shaharga kirib Gülsümni o'qig'ini qo'ymay uni izlashga boshlabdi. U aksini faqat to'g'rimidi. Sizlarga bir gap qalay. Onun toyini qilibasizlar. Oila yuki yuklansa, u o'ngishilib qolar. Bu yaramas bilan kimni to'y qila? Qiz izlab yurmasakmi bo'ladi? Qiz uyimizdalar. O bo'lsa-mu Gülsüm. Sarang oldingmi nima? Gülsümni biz kichikdan tortib beqib cho'ng qildik. Endi uning hayotini biz nobud qilsak bo'lmas. Gülsümning Muhammadga ko'ngli bor. Olar kichigidan tortib billa o'ynab cho'ng bo'lgan. İşenmisler Gülsüm'den mi sorab baqsizlar? Bas. Gülsümgö mening gepimni yermaydi. Agar u bu yaramasni ma'qul ko'rsa, bo'pti. Qarang. Mamın gülü çıraylık gene. Şundaq çıraylık ekan. Bek çıraylık gene. Mayaqlıqmı çıraylık ekan, qara. Oy. Oy, Gülsüm geldi. Singlim, muborak bo'lsin. Nimaga? Xo'jam Muhammad ishqinglarning to'yiga qo'shildi, balam. Muhammed shahardan qaytib kelgandikan boshqacha bo'lib qoldi. Xuddi sarangdaklar bo'lib qolgan edi. U o'zining xo'shalligi va baxtini boshqalarga ato qilib etsa-mu, o'zining yana bir ohanatga qoldiganligini biletdi. U shunda xiyol surib yurib, bir qizning o'zini ko'lga tashlab olganini ko'ribdi. Muhammed o qizni qutuldirib chiqdi. Ondan qarg'adek bo'lsa, o qiz dal Gülsüm edi. Gülsüm. Siz nimişqa o'ylamoqchi bo'lasiz? Mush to'yini debmi? Mush to'yini debmi? Mush to'yini deb bilmoqchi bo'ldim. Nimişqa? Mening siz bilan to'y qilg'im yo'q, buni sizmi bilasizmi? Men shaharda sizga ochiq degan. Siz yana nimişqa?
Siz nima degan razm? O'zingizning qudrati yo'qligini pamlab, endi bo'lganda ota-onangizni ishga soldingizmi? Asli siz o'zingizni oliyjanob ko'rsatib, shunday qilib ekansiz. Siz odam emas, hayvonkansiz. Qarang, ko'zlaringiz xuddi o'g'irning ko'zida ko'rinyotidi. Jinoyatchidan o'lim jazosidan burun uning orzusini so'raydi. Ammo siz va boshqalar ham dadingiz bir haqiqatan mening orzuyimni so'rab boqdimi? Nimishqa? Meni beqib cho'ng qilganligim uchunmi? Shuni sizlar nima qildisanglar, men shuni qilam deb. Sizning nima ortiqchiligingiz bor? Sizning ya xizmatingiz, ya savodingiz, ya mol dunyoringizning tayini bo'lmasa, men degan o'qigan mening istiqbolim parlaq. Ammo sizchi, sizning ko'chadagi bekotalatlardan hech qanday farqingiz yo'q. Siz yangi davrda yashab turib, ko'ni zamonning xurofotligida yashaysiz. Billa o'qigan do'stlarimga nima deyman? Men to'y qildigan odam bir savodsiz, hech nimasi yo'q. Qandoq tug'ilgan bo'lsa, shundoq yashaydi. Faqat samirdi, o'riqladi, kiyim kiydi, meni yaxshi ko'radigan bir jirkili odamdi. Acaba siz meni faqat yaxshi ko'rmamsiz? Odam hayvonni yaxshi ko'rdi. Nima? Onun bilan to'y qilish kerakmi? Men sizning bundoq yolg'onchi ekanligingizni burun bilgan bo'lsam, bu yerdan allaburun ketgan bo'lardim. Siz nima degan soxtipas? Bo'ldi Gulsum. Bo'ldi, so'zlamang. Dadam balkim sizni mening so'zimni jirmaydi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Buni deganingiz pek yaxshi bo'ldi. Agar dadam sizdan beso'roq ish qilib qo'yganini bilsa, azoblanadi. Men burulla dadamning nazaridan tushgan. Ishqisi yo'q. Yana azroq tushsam nima bo'pti? Men dadamga Gulsum bilan to'y qilg'im yo'q deyman. Men har qanday ishga chidayman Gulsum. Biroq sizning azobingizga chidab turolmayman. Xotirjam bo'ling Gulsum. Muhammad sizni endi avar qilmaydi. Avar qilmaydi. Men endish qilgan ish oxir yuz berdi. Muhammad, zodi sanga nima bo'ldi bolam? Bo'ldi qilinglar. Oxirgi qatim u o'z deb baqsin. Gulsum bilan zodi to'y qilamdi o yo'q. Qilmayman. Shu kundan boshlab Muhammad dadasining nazaridan texim tushib ketdi. Lekin u Gulsumning ota-onasining oldida yuz to'kilib ketmasligini xohlaydi. Keyin xo'jam Gulsumning to'yini Gulsum topgan yilqi savdogar bilan Muhammadning ko'z oldida qilavatdi. Shu ishlar bo'lgandan keyin Muhammad texim tushkilishib ketdi. Ödünüp qalay singlim. Siz bu ishlarni so'rab qoldingiz. Agar siz Muhammadni baxtli qilolmasangiz, uning ko'ngliga azor bermang.
Gülsüm, Yaxshimisiz? qandaq singlim? Bu mening navir singlim Urumchida o'qiydi. Sizlarga tanishtirib qo'yay deb ekan. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Muhammad, bu yoqqa. Mehmonlarga tutqin. Acha u kim? U degan mushu uyda ishlaydigan birisi. Uni hammasi yaramas deydi. Shunga u shundoq yashaydi. Muhammad hocam, to'xtab turing. Roshan Adolat, bu yoqqa kelinglar. Men sizlarga hurmatga sazovor birsini tanishtirman degandim-ku. U kishi Muhammad hocam bo'ladi. Hocam, bular mening do'stlarim. U ko'rinishda qancha oliyjanob ko'rinsa, amaliyotda shundoq oliyjanob hurmatga tegishli inson. Biz boshqalarga sadiqa bersak, pul, kiyim-kechak, oshnom beramiz yoki bo'lmasa uyimizda turg'izib qolamiz. Lekin u bo'lsa o'zining orzusini, barlig'ini, xushallig'ini boshqalarga sadiqa qilib atgan. Biroq sadiqini olgan odam uning yaxshiligini unutib ketgan. Lekin u yanala hech nimani ko'ngliga olmadi. U mana shundoq oliyjanob inson. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Meni chaqirtqanmidingiz? Gapni nereden başlashimni o'zimmi bilmayman. Oldi bilan ismimni deb beray. Ismim Adila. Nima demoqchi bo'lsangiz, udil davering. Men bilan to'y qilamsiz. Sizning oliyjanobligingiz meni ram qilib oldi. Adila, uy qaytib keting. Bu savolimning javobi emas. Savadsizlar bilimliklarning savoliga javob beramaydi. Beralaydi. Azaplangan qalbingiz va yaralangan yuragingizga yuztashlik qilg'im yo'q. Biroq men siz bilan birga o'ssam, o'zimning baxtli bo'la oladiganligimga ishonaman. Man qarang. Menda hozir paqirab turgan ko'zimdan, yana so'qib turgan yuragimdan boshqa hech narsa yo'q. Boshqa ishlar texshiraqda. Men hozir hech qanday xushallikqa va azobga bardoshlik berolmayman. Gülsüm sizning turmushingizdan allaburun ketdi. Lekin yana siz uni eslaysiz. Nimishqa mening xushalligimga bardoshlik berolmaysiz? Men Gulsumni unutib ketdim. Yo'q. Gülsüm sizni unutib ketdi.
muhabbat ikki kishilik daston. Undaq kishilar sizning azoblanishingizga arzimaydi. Rostla arzimaydi. Siz Gülsümning xatoligini bilib turib, yana uningga baxt tilayapsiz. Dal sizning oliyjanobligingiz meni o'ziga tatdi. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz endi menga Gülsüm sizga qilgan eskiliklarni qiling. Men mush kunlarda nurg'un shirin xiyollarni surdim. Shirin xiyol dunyosidan tortib chiqarish yoki uni rostga aylantirish bu sizning ishingiz. Ati deganda sizni mush yerda saqlayman.